Salam do'stlar, yaxshimi? Mana bir kunimiz yana boshlandi. Atdiganda Joliandan chiqib, yurib dengizga chiqdik. Paraxot bilan dengizga kelgandan keyin o'shada har xil susti o'yinlarni o'ynashga boshladik. Bugungi faoliyatimiz asosiyatdan shu dengizning ustida bo'ldi. Bolalarimizni shunday yaxshi o'ynatdik deb o'yladim endi. O'zlarim vahshiy xo'sh bo'pti. Ben özüm şu su ustidagi shu motorni vahshiy yaxshi ko'rmadim. Shuning bilan bolalarimga tiyan qog'ozdim buni. Bular degan yaxshi ko'rib, necha qitimdan o'ynab ketdi. Shuning bilan ma'nosini men o'ynab boqmabdi ekan, marasga qilsam. Sal qo'rqdim, lekin bolalar behimanga qat'iy qo'rqish degan yo'q, xo'shaldi. Bunaqa bundan ta'minman dedi. Dengizning ustida o'ynag'ili bo'lgan barliq o'yinlarning hammani o'ynadi ish qilib bir kun vaqtida yetkicha. Şunun bilan kech bo'lganda charchab hech holimiz qolmay Jodian keldik. Bugun yotgan Jodianimiz Sheridan Jodian bo'ldi. Haqiqatan bu yangi muhiti alamat bir yaxshiga. Mayli sirtqi o'ylisninki bo'lsin, mayli yotoq ichining bo'lsin, sharoiti shunchalik afzalga, shunchalik yaxshiga. Sayohatga kelib qolsanglar, ama şu Sheridan'da yetishni tavsiya qildim ham deya. Haqiqatan beklam muhiti isilga. Yangilik manzarasi shundoq chiroyli, ham o'ylisning ichi ajoyib go'zal. Kechda yerib uxlab qoldik. Atda chiqib toza bir cho'gilmasam deganni maqsad qildim-da, deganda shuning bilan qopdim. Qopab mago'ga qarsam, mendan burun qopab tilni quchoqlab yetib o'tdi. Shuning bilan tala qarsam havosi shunda payza ish qilib hozirlam jugrab chiqayotgan kelib ketdi, lekin zavsan vaqtimiz bo'lgan. Cho'qim bir hamda zavsanga chiqimizda opamni chaqirdim. Opam odamlarning dunyoga qaysi tahtiyatqanini men bilmagan ekan, ma bolam biladi ekan. Sen meni boshlab oppa desam, hadab tanishib mangday oldimda. Shuning bilan bu yerga kavilib, bu qo'yishni oldiga kavilib. Qaysi uy ekanligini bilmaydi ekan. Mushu uydaydi, mushu mahatsama deydi. Urashni desam, unda aldı verib, anlab baqib ketdi, jazmlashtirmay. Bu emasga deb yana bir ishni oldiga keldim. Ura desam, mushu Mahmud desam, uqmaydi ekan, Mahmud deydi. Lekin u desam, yana cho'ydan qilmaydi. Shuning bilan telefonni ilib, opamga telefon qiladi bu hamda o'z oldiga. Shuning bilan telefon qilib bir chaqdi, yana bir uyni ko'rsatdi. Mana uyni ochdi, birsi ichib olib qo'ydi dedi menga. Shuning bilan opam bizning ovozimizni anglab qopti bu yerda. Shuning bilan bir chaqda taraqib bir eshik ichilgandi. Qarsak opamga bolam bu yerda nima qo'tsizlar dedi. Bizga uy izlab ovoram edi. Opamlar yetga. Men mana keyin kirib, haqlarni eshiklarni urib yuribdim. Opamlar ham qo'pibdi dedi. Shuning bilan juringlar desam, qizim dedi yetibdi. Bularni qarsam, jo'sanga chiqdik. Ahvoli yo'q. Shuning bilan jura o'g'lim bo'ldi deb. Biz yana chiqibdik ikkimizda kengashib. Jo'san yigli tatingga tushdik. Bu yana tatinglarimiz shunda payzi laylanganimdi. Beklam huzurkam rasmiy bir xil go'jigan. Men rasga qilsam sayyoq kelib bu Sheridan deydi baxmabdi ekanman. Ish qilib xili Jodianlarning ta'min etib baxtuqma yaqin ayaqsi. Shundan bilan jo'san ajoyib payzga shunchalik mulchilik function ikuni yegan ilqi fonxondov degan ilqi jo'sanlarni payzga bilan jo'sanlarni. Shunda payza. Shuning bilan bu yerda ayataq-mayataqdan chiqib hammamiz shu tomoqning ustida jam bo'lishdik. Shuning bilan ishda payzga qaranglar tomoqlar. Payza mulchilik asosan hammani ish qilib biz yeyaliklik darajada ashundaq mulchilikka. Shu Jodianlar qancha yaxshi bo'lgan siri, darajasi qancha yuqori bo'lgan siri tomoqlarga ajoyib ko'ngil bildik. Ish qilib qancha yaxshi Jodian desak, ularning tomoqlari shuncha mo'l, shuncha function ish qilib yesanglar, yenglar kelgideklar. Shomda o'yildi deb o'ylisdan jo'z oldik. Mabalaqsam men chiqib edim. Atiyalik nashtini mana shunchalik yeb tuzoq bo'ladi deb hammamiz olash o'tadiq. Shom bilan opam bilan dadam o'yinni sayil qilaylik deb. Sayli uchib ketdi, men keyindan operator bo'lib mangdim. Tatvat men bu ikkisini menga vatdi bu ikkisi ishta qilib mana. Opam bilan unoqdadim. Buda sayohatdim, shunda ko'ngli xush bo'ldi, shunda chiroyli go'zal manzarlarni ko'rib. Beklam xush bo'lib ketibdi mendan. Shuning bilan cho'kib o'yinlarimiz chiroyliga qaranglar. Beshi huzura, men degan girim qilmayotgan chiqqan taladim. Sittin shuning bilan juduqmish edi.
çavaşdek bulapdı damını. Әкелтіп ұяқтың бұяқы сөреп. Апамның етішлері ақса, ма көлләді емей, бәйізге шықылып, чоқым шеверден кекен ала. Машиксін көн алама, әмді қоп дейм ала, біз бүттін ішіні қылып, ерім күн өткіз болсақ, машиксін әмді қоп, лаңшиып чықыпты. Шын білен бұлағы едіған заусан yok, жүдем шәді аш қылып. Ма оғлым деген судың чықмайды біліктәк, ма үшчі деген шықылып, 2 saat болды ya, azmında su oynat қылым еді. Хушал оғлым деген бәйші қошу кетіпті. Шының білен жүк тақтымыздан шығыштырып қайттық, өйге қайттық. Өйге кетімізден саят төгдей. 5 күнлік саятымыздың даманып өйіміз кәп алдық. Мына апамды даманың алдын ала зулап қойған өйі апамла кәп 5 күндек туған екен біз келдік. Кәплім әдісі 5 күнлік саятке қатнышып чекеткен. Бұл өй мүшу хуйзу yoldaşlarının өйге, мүш өйні зулыған. Шықылып Хали чоң кәңір азада өйке әмді мүшәді бей 2 айғыча яшап тұрымыз әмді. Апамла 4 айда қайтыды кәмін, 2 айдан әтісі қайтыма. Сән яда 1 айлық вақтым ба кәйіна. Үндақ болса, әр вақыт нәзіріңла мәнді болсын, яқшы болған блогларыны yolлап тұрман. Хайры хош, ұмақ достырым бүгін бәк яқшы арамамыздан болмайды, бәк жарчыдым.